Meni ismim Turg'unali. Men Hamkorbankda korporativ xizmatlar yo'nalishi bo'yicha biznes trener bo'lib ishlayman. Mana men bugun ICBT Xalqaro trenerlar maktabi tomonidan tashkil qilingan biznes trenerlar uchun tashkil qilingan o'quv kursini to'liq holatda yakunladim. 4 ta modulni men bu 4 ta modul orqali qanday trening o'tish, qanday trening tashkil qilish hammasini to'la to'kis holatda hozirgi zamonaviy usullarda o'rganib, tushunib yetdim. Men bu bilimlarni olishda ICBT ga alohida minnatdorchilik bildiraman va men bu trening davomida trenerimiz Lola Razaqovaga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ya'niki guruh dinamikasini ushlash, guruhni qanday boshqarish, ular bilan qanday ishlash bo'yicha yangi metodlarni sidqidildan o'rgatdi va men buni kelajakda boshqa treninglarga qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldim va barcha uchun bu ICBT ni taklif qilaman. Albatta Lola Razaqova uchun alohida rahmat.